Hammaga assalomu alaykum. Demak, akalar, O'zbekistonda eng katta muammolardan bittasi bu elektr energiyasi muammolaridan bittasi. Chunki juda ko'pchilikga elektr uzilishlar va qanday transformatorlar yonishlari, boshqa narsa zo'riqishlar, qishki muammolar, qishdagi bo'ladigan eng katta muammolardan bittasini akamiz bu muammoni, elektr muammosini hal qilganligi va yangi texnologiya o'ylab chiqarganini ta'kidlab o'tib ketyapti. Albatta bu narsani ko'proq maksimal darajada like bosib elektr energiya vazirligidagilarga, ishlayotganlarga, insonlarga yetib borishni ta'minlasak juda ham zo'r bo'ladi. Bir marta o'zingiz ko'rib chiqingizlar, akalar juda ham zo'r texnologiya ishlab chiqargan, faqat qo'l bola xomiya. Kichkina buni imkoni boricha elektr energiya vazirligidagilarga yetib borsa, imkon qadar kattalashtirib, xalqqa juda ham foydali bo'ladigan texnologiya deb hisoblasak bo'ladi akalar. Videoni oxirigacha ko'ringizlar, tomosha qilaylik, like bosishni, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmang akalar. 500 ming so'mga rasot olamiz. Shu agar shu ixtiro qo'yilsa, katalog qo'yilsa, 8 barobar kamayadi. 8 barobar kamayadi. Bu degani 50 mingga tushadi. 50 ming. 50 mingga tushadi. Men 500 ming so'mga 50 ming 50 ming to'laysiz. Ham tushuntirsangiz, bu ixtiro qanaqa, nimani evaziga ishlaydi va bizning xalqimizga qanchalik manfaat bera oladi? Bu ixtiro motor generator. Hozirgi kunda mana bu ham motor generatorda. Hozir buni ham sinab ko'ramiz, solishtiramiz prosta. Bundan farqi shuki, mana bunga hozir tokni bersa akkumulyatordan. Bundan yegan tokni mana bu korotka zamykani qilsa, generator motorni to'xtatishni boshlaydi. Ya'ni mana bu generator qismi desa, bu motor bo'lsa, mana buni korotka zamykani qilsa, bu eng kuchli nagruzka hisoblanadi. Mana bunda chiqqan qarshilik o'sha lens qoidasi motorimizni to'xtatadi. Qarshilik ko'rsatadi-da, ya'ni sekinlashadi. Manikida teskari effekt bo'ladi, ya'ni generator qismi mana bu, motor qismi. Korotka zamykani qilganimizda bu tezlashishni boshlaydi. Akkumulyatordan yeyotgan tok kuchi kamayadi. Undan tashqari akkumulyatordan olgan energiyani mana bu ikkita akkumulyatorga qaytarib olamiz. Mana bundan chiqayotgan o'sha bu generator qismidan chiqayotgan elektr energiya tekinga tushadi. Xalqimizga nima foydasi bor degan joyda bu avvalambor shu yurtimizda yetmagan qishloqlarga yetib olgan bo'lsa, mana qishki kunida nagruzka oshib, transformatorlar kuyib ketyapti. Kimdir uyga vobshe yetib olmagan. O'shalarning hojatini chiqaradi. Ya'ni rayonga qo'yilsa, bitta emas ikkita illyustratsiya qo'yiladigan bo'lsa, qancha ko'p nagruzka o'qsangiz ham, mana hozirgi kunda transformatorlarga o'xshab kuyib ketib, yonib ketib, bunaqa bo'lmaydi, nabarot motor tezroq aylanishni boshlaydi, qancha ko'proq tok berishni boshlaydi. Teskarisida umuman. Qancha ko'p odam ulansa, bu kuchayib ketib, shuncha ko'proq chiqarib beradi. teskarisiga aylanadi. Da, fizika umuman teskarisiga aylanadi. Xo'p, xullas akalar, maksimal darajada shu videoni tarqataylik, imkon qadar yuqoridagi mansabdor insonlarga yetib borsin, ko'rishsin, o'rganib chiqsin, imkon qadar mana shu narsani hozirda dolzarb bir muammo emas, lekin qishki mavsumda haqiqatan ham elektr energiya talab kattargan sari qanday kabellar erishi, transformatorlar porlashi yoki bir narsa bo'lishi orqali elektr uzilishlari ko'p kuzatiladi. O'shani menimcha ajoyib tartibga har bir xonadonga o'rnatishdi. Mayli sotilsin. Imkon qadar hamma sotib olsa yengilroq tartibda. Menimcha 500 mingdan ko'ra 50 ming so'm oyiga to'lasangiz ham sizga qulay, ham davlat qolgan tejalgan energetikani boshqa davlatlarga eksport qilgan taqdirda davlat budjetiga ancha foydali bo'ladi. Like bosib, kanalga obuna bo'lishingizdan chiqarmaylik akalar. Maksimal darajada tarqatib, kommentariyaga fikrlaringizni yozib qoldiringizlar, kutib qolaman.